Amerikadagi doktor Uyg'urlar. Mazkur yozma 2014-yili noyabrda yozilgan va ayni vaqtda Bag'dash munbarida e'lon qilingan. Men bu yozmani dunyoning har qaysi yerlarida tibbiy maktablarda o'qiyotgan ini-singillar va qarindoshlarga bir xil umid va ilhom bersa, ularning orzularining qanotlanishi uchun kuch bersa, yo'l ko'rsatsa degan bir umid bilan, arzu bilan yozganman. Tuvanda diqqatinglarga shu yozmani o'qib beraman. Amerikaga har xil sabablar bilan kelib qolgan nurg'un kishilarning oldiga qo'yilgan masalalar turlik tuman bo'lsa-mu, ammo bu jamiyatda qandoq tirikchilik qilib yashash masalasi hamma kishiga o'rtaq. Garchi bu qo'yni keng ham fursatlarga to'yingan jamiyat deb qaralsa-mu, g'oyaviy iboralarning shaxsiylarning turmushida konkretni holda o'z ifodasini tepishi unchalar o'ng'ay emas. Bu davlatda bozor egaligining qonuniyatlari har zaman o'zining kuchini ko'rsatib turadi. Jumladan, ta'minlash bilan talab o'tirishga munosabat emgak kuchlari bozorida ro'shan gavdalanadi. Mayli qaysi tarixiy sharoitlarda va qaysi jamiyatda bo'lsin, kishilar doktorlik kasbini e'tibor deb biladi. Chunki bulangchidan tortib zolimgacha, namratdan tortib boygacha har bir insonning sog'lom yashashga bo'lgan ehtiyoji bor. Ehtiyojli kasbning albatta bozori bor. Jumladan bu kasb Amerika jamiyatidami haqiqatan e'tibor. Amerikaga kelgan ko'chmanlar o'xshamagan ijtimoiy, iqtisodiy va madaniyat muarib safhasiga ega bo'lib, ko'pincha hollarda fan texnikaga oid va yoki kasblashgan ilmlarni egallaganlarning xizmat tepishi uncha tas emas. Faqat kishilar shu kasblarning kasb o'lchamiga layoqatli bo'lsalar. Meditsina kasbida o'qish orqali doktor bo'lish qaysi jamiyatda bo'lsin bir xil mushaqqatli jarayon bo'lib, bu orqali o'quvchi insonlarning hayot mamatiga munosabatli ish bilan shug'ullangan sohada kasbiy xodim bo'lib yetiladi. Bilishimcha, vatanda doktor bo'lish uchun meditsina universitetida 6 yil o'qish kerak. Ya'ni maktabda 5 yil o'qigandan keyin 6-yilini har qaysi cho'ng doktorxonalarning muhim bo'limlarida aylanib praktika qilish orqali kenishga elib xizmatga chiqib doktorlik hayotini boshlaydi. Amerikada amerikaliklar doktor bo'lish uchun mundaq shartni hozirlash kerak. Oldi bilan qaysi universitet, qaysi kasb bo'lsin, cho'qim bir bakalavrlik unvonini olish kerak. Buningga 4 yil vaqt ketadi. Ondan meditsina universitetiga iltimos qilish kerak. Bu maktabda yana 4 yil o'qiydi. Ondan har qaysi doktorxonalarda 3 yil maxsus kasblar bo'yicha tarbiyalanishi kerak. Ondan Amerika meditsina jamiyatining salohiyat imtihonini berib, kinishga olgandan keyinla. Ya'ni bu imtihonni har 10 yilda bir qitim berdi. Ondan rasmiy doktor bo'lib ish tusha oladi. Lekin bu mushkul bir jarayondir. Yaxshi narsa qimmat degan gap mana shu yerda. Oldi bilan Amerikaning tibbiy universitetiga o'tish raqobatlik. Ondan keyin qolsa o'qish puli qimmat. Ko'pincha odamlar bu maktabni bitirib 3 yillik tarbiyalanishni boshlag'icha mushu oraliqda kam deganda 6 xonalik sondagi qarzga bo'g'ilib bo'ladi. Undaqda chet el meditsina universitetlarini bitirganlar Amerikada doktor bo'la olamdi yo'q? Bu masalani xili kishilar meningdan so'ragan edi. So'raganlarga bilginimcha aytib bergan edim. Bu haqda, ya'ni tor orqali
sahiya bilimlarini tarqitib kelayotgan, ayni vaqtda Guangzhoudagi Zhongshan meditsina universitetini bitirgan, hozir Kolumbiya universitetida tibbiy tadqiqot bilan shug'ullanayotgan doktor Mamtimin apandi bir qadar tafsilroq to'xtalgan edi. Bu xizmatlari uchun Mamtimin apandiga tashakkur albatta. Esimni qilishicha, Mamtimin apandi bundan 10 yil burungi bir yozmasida ayolimning bu imtihondan o'tganlik ahvolini misol qilgan edi. Ayni vaqtda Bilval torining qurg'uvchisi Qurbonjon Ro'zimi bu haqda bir nima yozmoqchi bo'lgan edi. Biroq ayolim u chaqda qo'liga rasmiy doktorlik kishnisini olmaganligi uchun keyinchalik degan javobni bergan edim. Chunki men uning yo'ldoshi, hamrohi, yo'lanchigi va maxsus katibi. Mo'shularni yozayotgan chig'imda ota-bobolarimizning o'zini maqtagan birinchi ahmoq, ayolini maqtagan ikkinchi ahmoq degan gaplari kallamga nechiqitim kelib bo'ldi. Xeyli ko'p ikkilanish bo'ldi. Lekin Amerikada doktor bo'lish jarayonlarini tushunish orzusidagi eni singillarga tafsiliy ma'lumot berish uchun ham men ayolimning doktor bo'lish jarayonini uning bilan birga tang beshimdan ko'chirganim uchun bu haqda amaliy bir misol bilan bu jarayonlarni so'zlab bersam, balkim yaxshi bo'lish mumkin deb o'ylab, uni maslahat salmayla buni yozyapman. Men mana shundoq bosh-boshdoq katib chiqib qoldim desa. Urumchida tibbiy universitetda o'qigan Uyg'ur o'quvchilar Amerikada doktor bo'la oladi. Albatta. Undaqda uning qadam bosqichlari qandaq? Men hamda ayolim Rizvangulning Amerikada doktor bo'lish jarayonida beshidan kechirganlarini, yo'q. Beshimizdan kechirganlarimizni aytib berish orqali bu savolga tafsiliy javob beraman. Rizvangul Hoji 1997-yili Urumchida tibbiy universitetini bitirib, ikkinchi doktorxonaning hazm bo'limining doktori bo'lib, oz kam 2 yillik xizmat tajribasiga ega bo'lgan chig'ida hammani tashlab, umidini menga bog'lab, 1999-yil 6-oyda Bostonga yetib keldi. U kelganda men Julia va Mariana ismli ikki amerikalik qiz bilan yotoqdosh bo'lib, 3 eg'iz uyning ichidagi bir eg'iz uyni 3 oylik vaqtlik ijaraga kelib o'ltirganimga bir hafta bo'lgan chaq edi. Uningdan cho'ng'iga chiqisha olmaydim. Ayni chaqda biz yurayotgan chig'imizda men uningga yangi hukm inglizchisi, ya'ni New Concept English ning birinchi qismining yerimini o'tib berganda qilyotdim. U Amerikaga kelganda qarasam, hammani unutib ketibdi. Aslida u inglizcha emas, meni yaxshi o'qibdi ekan. Buni yotoqdashim Juliyaning uningga bergan bir otkritkadagi oddiy xatni o'qiy olmaganimdan bildim. Chunki u kelib shu hafta Juliya yotqiga mehmon chaqirmoqchi bo'lib, uyni ratlab bo'lolmay jiddilashib ketganida, ayolim uningga yordamda bo'lgan edi. Juliya mehmonlarni uzitib bo'lgandan keyin atsi uningga tunugun qilgan yordamingga ko'p rahmat aytaman degan mazmunda xat yozib otkritga bergan edi. Bu amerikaliklarning ashunda qoidasi bor. Birisiga minnatdorligini bildirmoqchi va yoki salom yo'llamoqchi bo'lsa, otkritga berdi yoki avatidi. Yoz asta ketib, ko'z kirishga boshladi. Vaqtliq uyning vaqti to'shqa oz qoldi. Yangi uy topmasam bo'lmaydi. U yerga qarayman, bu yerni izlayman. Bu muvofiq uyning chiqmaganini. Boshqa g'am tushdi. Ayolim buning hammani ko'rib turdi. Unimi tashvish, g'am bosqila turdi. Astag'firulloh deb saqlimni silab, ko'nglimga oromlik topay desam, men u chaqda ya saqal qo'yib olmabdiman. Oxiri Qartanliklar mahallasidan heliqi Marian degan ayolning uyini ijaraga olib ko'chib ketdik. Bu Marianning hikoyasini mening amerikalik qo'shnilarim degan yozmada yozgan. Amerikada kun tasgan. Men qat'iy o'qimasam bo'lmaydi ekan dedi ayolim. Lekin biz chet eldan kelgan doktorlarning Amerikada doktor bo'la olishi mumkin emas, bo'la olmaydi deb anglag'achqa,
onun doktorluk kasbida o'qishidan umid uzgan edik. Men ayolimning men bilan to'y qilish sababidan o'zi so'ygan doktorluk kasbidan mahrum qolganini o'ylab ichimda xili tortdim. Qanday qilsam uning kasbiga yaqin biror kasbda o'qitarman? Shu xayol kallamga kelib oldi. Uning ustiga har qitim doktorxonalarning oldidan o'tganda "Men Urumchida doktor edim" deb ma'yuslanib ko'z yeshi qilg'ili turdi. Mushu ayol kishi ko'z yeshi qilgandan keyinla er kishining yuragi siyqiraydi ekan. Shuning bilan amalni qilmasam bo'lmadi deb o'ylab, u yer bu yer bilan aloqa qilishga tushdim. Bizdan burun kelgan qarindoshlardan maslahat so'rasam, bioximiya yoki dorigarlik kasbini ko'rsatishdi. Bir nechisi Kaliforniyadagi Farhod Niyoz apandining aksi, ya'ni Qurbon Turan apandining aksi, shuning ayolining vatanda doktor bo'lgan ayoli Amerikada sestra bo'lib, yaxshi kun ko'ryotidi, sestralik o'qisi bo'ladi deb taklif berishdi. Shuning bilan men ayolimni ilib, maxsus sestra tarbiyalaydigan Bostonning Fenway rayonidagi Smith institutiga bordim. Sestralik programmasining boshlig'i bilan ko'rishdik. U xonim yaxshi gap qildi. Ammo o'qish pulining qimmatligini ham aytdi. 2 yillik o'qish uchun $60,000 ketadi ekan. U chaqda bu pul vatanda 20 milliondan ko'p pul edi. U bizdak bar besatini qo'shsa $7-8,000 chiqmaydigan kishilarga astronomiyalik raqamdek bilib ketdi. Ayolimning ko'nglini yasab, mayli qanchalik jafo ishlasammi, qarz olsammi mayli, seni o'qitaman dedim. Yo'q, qarz elib maktabda o'qimayman dedi u. Avval bir inglizcha o'rganib baqay. Lekin ayolim bankning menga qarz bermaydiganligini uqmaydi-da. Ammo u mening aji gapim uchunla bir bankaga ega bo'lganligini sezdi cho'qim. U eng arzon inglizcha kurslarni tepib turib o'rgandi. Turmushda qiynalib ketayotganimizni ko'rib, bir kir yuvish do'konida soatiga $5 dan ishlashga boshladi. Demak, Amerikadagi turmush uning Urumchidagi men degan doktor deb yuradigan ruhiy holatini o'zgartib etdi. Men to'xtamay uning kelgusi uchun boshqa turatdim, ammo yo'lini topolmaydim. Shundaq tanqislik qilayotgan kunlarimizning birida u kir yuvish do'konidan xo'shal qaytib keldi. Men doktor bo'la olay ekanman. Qandaqsiga so'rdim men. U bir qog'ozga xatni ko'rsatib dedi. USMLE degan imtihonni bersam doktor bo'la olay ekanman. U bu uchurni kirxonaga kirgan birisidan anglab yezilib ketdi ekan. Men bir ishinib, bir ishonmay maktubimga bordim. Chunki u chaqda uyimizda kompyutermi yo'q edi. To'g'ri kirib izlasam, USMLE ning to'liq atilishi United States Medical License Exam, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari meditsina kinishki imtihoni degan gapga. Uni tafsili o'qsam, chet elning meditsina maktablarini bitirgan o'quvchilar Amerikada mush imtihondan o'tsa doktor bo'la oladi ekan emasmi? Necha vaqtdan beri bilmay yuribdik. Uchur divonligi, uchur ko'rligi degan mana shu. Xo'shallikdan og'zim qo'lig'imga yetdi. Chunki odamni qila oladigan ishgan uni boshqa odamni qila oladi. Men ayolimning irodasiga ham ishonatdim. Xo'sh, endi qadamni nerdan boshlash kerak? To'rdan izlab ko'rsam, eng yaxshi usul Kaplan degan maktabga berib, shu yerda mo'shi imtihonga tayyorlik qiladigan sinalg'uliq darslarni ko'rib o'rgansa bo'ladi ekan. Darhol shu maktabga bordik. Ular ayolimdan TOEFL natija talab qilishdi. Bo'ladi, u talabni o'rinlayman dedi ayolim. Angacha u inglizchani berilib o'rganib, xeyli bir yerga opirib bo'lgan edi. Shu hamonla TOEFL imtihonini tizimlatdi va oz kundan keyin imtihon berdi. Bir qitimda 580 nomer oldi. Shuning bilan bar iqtisodimizni chiqarib, musofirning egiz xudoyim deb uni Kaplanga tizimlatib o'quvchilik salohiyatini o'zgartirdik. Ya'ni
F2'dan F1'ga o'zgartdik. Hamda xalqarалық o'quvchilarga beradigan I-20 ni oldik. U Kaplan maktabiga qabul qilingandan keyin bir o'rganishga berilib ketdiki, ey xannas. Avi tangsingmi? Nomni bunchalar berilib o'rganmagan bo'lg'iti juma lekin. Men uni maktabdagi ishlarimni tugatib Kaplanga berib tepib olaman. Yiqilib qolmasin deb qahva ko'tarib kiraman dedi. U hamon beshini ko'tarmaygan edi. Uning bu qadar o'rganishga qarab, mening beshim qiyib, ko'nglim ilishib ketdi. Men undaq bir yerda besib soatlab o'tira olmayman. Harakat qilib menib turmasam, gap qilib turmasam, ichim pishidi. Balkim meningda diqqatini yig'olmaslik kesili bor. Mekin deb o'ylab qolaman ba'zida. Shundaq chaqlarda Kaliforniyada turishliq Nancy Walter xonim telefon qilib ahvol so'radi. Ayolimni doktorlik imtihoniga tayyorlik qilyotdi desam, bak umidvor bo'lib ketmanglar, o bak tas imtihon. Beyjanlik bir Xitoy doktor 8 yil bo'ldi o'talmadi. Chet eldagi bak tas deb soldi. Shuning bilan men g'amga patdim. Mening chekkan jafolarim mayli. Endi ma'vo bichora doktor bo'lamsa, qanchalik ro'y azob qartib keta? Uning ustiga biz balamizni cho'nglar bilan vatanga avatgan edik. Ko'nglimiz yerim, yuragimiz nihoyatda ig'ir. Alqissa. Endi bu haqdagi gap mush yerda turib tursin. Hikoyamizni US amalining ustiga ag'dirayli. Bu imtihon amaliyotda 4 bosqichdan tarkib topadigan bo'lib, ikkinchi bosqich bilan 3-chi bosqichning o'rtasida kliniklik diagnoz qo'yish mahoratini sinaydigan yana bir imtihon bor ekan. Biroq US amaliy imtihonini berish uchun eng dastlabda Amerikaning chet el meditsina o'quvchilarining ishini bajaradigan ma'rif komitetiga, ya'ni ECFMG ga o'zining meditsina maktabini bitirgandagi diplomi, ya'ni jamoat guvohlikdan o'tkazgan tarjimasi bilan natijasi qatorliqlarni avatish kerak ekan. Tajribasizligimiz tufaylidan bu jihat ko'p avarchilik yo'qotdik. Shuning bilan uning imtihonga vaqti tizimlashiga ta'sir etdi. Bizning o'ngishsizligimizdan sizlarning saboq olishinglar uchun men bu haqda bir qadar tafsili to'xtalib o'tay. Bu komitet har qanday iltimos qiluvchining salohiyati va avatgan materiallarning ras yolg'onligini qattiq tekshiraydi ekan. Men ayolimning diplomini o'zim Xitoychadan inglizchaga tarjima qilib, bir oq qog'ozga urib chiqarib, jamoat guvohligi beradigan bir Xitoyga $40 to'lab, tamg'isini qo'yib avatgan edim. Komitet buni qabul qilmadi. O'lchamga yetmaydi, qayta avatinglar dedi. Shuning bilan sal kasbiy tarjima ishi bilan shug'ullanadigan bir Xitoyning shirkatiga $100 to'lab, ularning ish qog'oziga urg'izib avatdim. Yana bo'lmaydi deydi. Har bo'lmaydi desa, mening achchig'im keldi. Ayolim shakal to'pdak sakrab ketdi. Buningdan jili bo'lib ketib, men ba'zida paloq bo'lib qo'yman. Og'ir bo'lmay, shulardan so'radim. Sizlar deb beringlar. Bostondagi qaysi shirkatninkini qabul qilasizlar? Oxiri ular bir til tarjima shirkatining ismini aytib berdi. Men shularga $300 to'lab, $300 deyman. Shuni to'lab, ondan o'lchamlik tarjimani bularga avatib berdim. Bular ras yuqori sifatlik mulozimat qiladi ekan. Oxiri komitet ularning tarjimasini qabul qildi. Bir o'tgal tugidi dedik. Lekin ayolimni yana tizimladim. Bu nima ish bo'lib ketdi amdi deb bu komitet bilan yana aloqa qildim. Ulardan bunday javob keldi. Ayolingizning maktabiga material avatgan edik, javob kelmadi. Ulardan ayolimning maktabiga nima material avatganligini undaq o'ng'ay bilolmadik. Bular biz topshirgan natija va diplomning ras yolg'onligini Urumchidagi meditsina universitetiga avatgan ekan. Biz yurtdagi ishlarning qanday bo'lganini bilamiz. Uning keynida odam yurmasa ish bitmaydi. Ayolimning shikoyatchisi uning maktabiga berib surishti qilsa, ular chet eldan undaq material kelganini aytib, undaq material kelmaganini aytibdi. Shuning bilan men Amerikadagi bu komitetga telefon qilib, u taklifni yana avatishni so'radim. Ular ma'qulga keldi. Vaqtni hisoblab ko'rib, ayolimning tuqqanlari bilan yana aloqalashdik. Bular
tibbiy universitetga yana bordi. Xudoga shukr. Shu chaqda maktab tashqi ishlar boshqarmasida ishlaydigan bir Uyg'ur bu ishni o'ngishli bejarib berdi. O ayolim haqidagi materiallarni topshirib bilib, tekshirib, biz topshirgan materiallarning rostligini isbotlab, imzo qo'yib avatib bergandan keyin ondan ayolim US amalining birinchi bosqich imtihoniga tizimga oldi. Shukr, Xudoga ming qatri shukr. U bu imtihonning birinchi va ikkinchi qismlaridan 6 oy vaqt ichida a'lo nomer elib o'tib ketdi. Bu jarayonda tayyorlaydigan material, oladigan xat nurg'un ekan albatta. Onun bir materialini inglizcha tayyorlab, Meditsina universitetining mudirining imzosini olgan ish bor ekan. Uni tayyorlab Urumchiga avassak, shu chog'dagi mudir uning nima ekanligini bilmay ansirab, oxiri men uni yana xitoychaga tarjima qilib avatgandan keyin ondan qo'l qo'yib berdi. Bu ishlarning hammani o'zim bir qo'lliq bitirdim. Halqılık paytda menga yaxshi xizmat chiqib qoldi va shu maoshim bilan ayolimning mushu ishlar jarayonida ketgan chiqimlarga aran ulgurib yashab turdik. Kliniklik diagnoz imtihonini New Jersey shtatida berdi. Qalblik oldi o'tdi. Bu imtihonning birinchi, ikkinchi va hamda kliniklik diagnoz imtihonini o'tib bo'lgandan keyin 3 yillik tarbiyalangan programmaga iltimos qilg'ili bo'ldi ekan. Biz Amerikaning Kaliforniyadan boshqa hamma shtatidan degidek, hatto Alaskada bo'lsa-mu, ichki kasalliklar bo'limini davolash yo'linishi bo'yicha 80 dan ortiq programmaga iltimos qildik. Bütün materiallarni to'g'ri yo'llaydigan gap ekan. Endi bir xizmatga kirishib, qo'l pul ko'rib, yanchiq isig'la turibdi. Ma programmaga shunday bir iltimos qilish bilan kartochkam atiyazda ochliqqa o'ksib qolgan Qosim cho'ngamning tag'irdak quruqilib qoldi. Pulni topqili bo'ladi. Ma'vu xo'shallikni topqili bo'lmaydi-da. Mubada ayolim zo'r umid bilan tirishayotgan ish ro'yobga chiqmasa, bizni cho'ng g'am besib oladi. Iltimoslarni qilib bo'lib, bir oy saqlasak, hech yerdan xabar yo'q. 6 hafta o'tganda 2-3 yerdan xat kelgili turdi. Ammo hammasi rad qilibdi. "Voy atangning go'ragi!" deb qirg'izcha tilab qo'ydim men kelgan xatlarni ko'rib. Dekabrning oxirlari New York universitetidagi doktorxonadan ayolimni so'zlashib beqishga taklif qilib xat keldi. Yo'q, ular qabul qilmaydi meni. Ular bakdanliq. Ayolim shunday deb berishni rad qildi. Uning xabarsizman, uning nomida bu doktorxonaga javob qaytardim. Taklifingizga rahmat. Oila jiddiy ish chiqib qolib, sizlar degan vaqtda bora olmaydigan bo'lib qoldim. Men sizlar bilan keyincha aloqalashsam. Yana bir oy saqladik. Yana 4-5 programmadan rad qilib xat keldi. Boshina g'am, ko'ngilni tashvish bosqili turdi. Oxiri taqdim taq bo'lib, bu programmaga ayolimning nomida yana xat yozdim. Rizq degan shu o'xshaydi. U sana tava bo'lgan ekan, seni saqlaydi. Ulardan xat keldi. 2 haftadan keyingi dushanba kuni kelgan. Bir kun vaqtim ketdi. Men bu xabarni ayolimga dedim va uni rag'batlantirdim. Mushu sening tunji fursatың. Balki oxirgi bo'lib qolishi mumkin. Sen cho'qim bor. Men sana ular so'rash ehtimoli bo'lgan savollarni yig'ib, javobini tayyorlab beraman. Chunki men kitobxonadan bu haqdagi materiallarni ko'rgan edim. Shunday qilib men o'zimcha ular ayolimdan so'rash ehtimoli bo'lgan 80 dak savolni tepib, qisqacha javobni yozib berdim. Chunki til bizning emasda. Doktor bo'lgan odam ham ingliz tilida ravon bo'lmasa bo'lmaydi. U New Yorkdagi programma mas'ullari bilan ko'rishadigan kuni tushdan keyin soat 3 gacha xabar saqlasam xabar yo'q. Men xizmatda bo'lganim bilan ko'nglim uningda. Soat 4 bo'lay deganda telefon qildim. Qaysar, meni programma qabul qildi. Hozir doktorxonaning tonishtirgan yerlarini tonishtiryapti. Uning xo'shal ovozi anglandi. Dedim men. 2004-yil haqiqatan biz uchun qutlug' yil bo'ldi. Ayolim New York universitet qaramog'idagi doktorxonaga 3 yillik maxsus tarbiyalanish uchun yiliga $46,000 xizmat bilan shu yili 7-oydan boshlab ishga tushadigan bo'ldi.
Mən şu yılı 9-cı aydan başlap Harvard Universitetida səhiyyə iqtisadi ilmi boyunca doktorluq programmasiga qabul qilindim. Hem o'qish, hem xizmatim yaxshi bo'lgani uchun men Bostonda turib, ayol ikkimiz qatnab turib yashab, bu 3 yilni o'ngishli tugatdik. Ayolim bu programmaning 2-yilligida US amalining 3-bosqich imtihonini o'ngishli berib o'tdi va shu yilda Amerika meditsina jamiyatining salohiyat imtihonini berib ham uningdan o'ngishli o'tib, Amerikada mustaqil kasal ko'rib retsept yozalaydigan tunji Uyg'ur doktor bo'lib qoldi. Uning New York programmasi tugab, rasmiy xizmat izlaganda, uning kelib ketgan xizmat uchurlarining ko'pligini demaysizlar. Uning qog'oz qalamga oid ishlari hozirgacha mening zimmamda albatta. Men Bostonni yaxshi ko'rganim uchun yoki Teksasga yoki Kansasga ketmadik. Ayolim Massachusetts shtatida xizmat topdi. Shundan beri bir doktorxonada maxsus xizmat va boshqa doktorxonalarda taklifli xizmat qilib kelayotganiga 7 yil bo'ldi. Hozir Harvard Meditsina Universitetining o'qituvchisi, ya'ni Harvard Medical Faculty bo'lib, ham Bostondagi dangliq Bass Israel Dickens doktorxonasining doktori bo'lib xizmat qilyotdi. Amerikaga kelib doktor bo'lish arzusiga enisinglar. Sizlar qattiq tirishsanglar, cho'qim u arzuyinglarga yetisizlar. Shuningdan keyin tövəndəki Uyğur farzandlari Amerikada doktor bo'ldi va doktorlik imtihonidan o'tdi. Bu xalcham yasin. Asli Beijing Meditsina Universitetini bitirgan bo'lib, ayni chaqda mening bilan GRE imtihonini bir vaqtda bergan. Shu chaqda men bu xalchamga biz cho'qim New Yorkdagi erkinlik ilohining yindi ko'rishimiz deb ekanman. Necha yillardan keyin bu xalcham mening bilan ko'rishgan vaqtda shu gapimni eslatdi. Hozir izdishib o'tamiz. Bu xalchamning dadisi dadamning o'ttir maktabga savaqtishgan. Buni Amerikaga kelgandan keyin bildim. Akbar Islom Tunulgan Uyg'ur ziyolisi Islomjon Sherif akaning o'g'li bo'lib, u mening bilan bir vaqtda GRE imtihonini bergan edi. 2004-yil kuzda u Bostonga idorasining xizmatga kelganda, uni uyga kelib bordim. Ota-onam bor edi uyda. Akbar shu chaqda Los Angelesda sahiyya ilmi bo'yicha doktorlikka kirib, Los Angeles Kaliforniya universitetining Los Angeles sho'basida meningdek butun kun ishlab ham doktorlikda o'qiyotibdi ekan. Men uningga agar uning o'rnida bo'lsam, u o'qishni tashlab doktorlik imtihonini berganligini aytib, ayolimning hikoyasini so'zlab berdim. U bu ishdan ilhomlangandek bo'ldi. Men biladigan uchurlarni va butun jarayonlarni uningga aytib berdim. 2 yilning oldida uningdan telefon keldi. U 3 yillik programmani tugatib, bir tibbiy davolash o'rnining mudirimi ish qilib bir mas'ul bo'lganligini aytdi. Men uni bu muvaffaqiyatlar bilan tabrikladim. Asiya Mahmud Korladan kelib, Urumchida tibbiy universitetini bitirgan. Asiyami xuddi ayolimga o'xshash zo'r tirishchanlik bilan nurg'un qiyinchiliklarni yengib, bu imtihonlardan keyin o'tib, o'ngishli holda bu programmaga kirdi. Xuddi bizning ota-onalarimizga o'xshash Asiyaning dadisi Mahmud aka va onasi Maryam aka bu jarayonda Asiyani ota-onalik mehri bilan ajoyib qo'lladi. Asiya ayolim bilan ochsingdek ejil o'tdi. Kasb to'g'risida doim fikr almashtirib turishdi. Asiyaning egilmas sunmas ro'yi ham va qat'iy irodasi hozirgi yoshlarimizning o'rganishiga arziydi. Adil Ablat Adil men bilan tang demaklik bo'lib, uni necha yil ilgari bir qitimni ko'rgan edim. Bu yil uning 3 yillik programmaga kirganligini anladim. Muborak bo'lsin Ablat. Gul qiz Oshur Asiyaning do'sti ham saboqdoshi bo'lib, cho'chakdan kelgan bu tirishchan singlimizmi bu yilgi barliq imtihonlardan o'tib 3 yillik programmaga iltimos qildi. Janob Allohdan bu qarindishimizga utuq tilaymiz. Amin. Undan sırt Beijing Meditsina Universitetida o'qib, keyin Yaponiyada doktorlikni olgan O'rkash Oshur. Hozir Yaponiyaning Bostonda turishlik shirkatining mas'uli bo'lib xizmat qilyapti. O'tganda Harvard Meditsina Universitetiga ilmiy doktorat bergili kelibdi ekan. Billa tamoq yedik. Men uning muvaffaqiyatini tabrikledim. Alqam Tursun ayolimning saboqdoshi bo'lib, hozir Kaliforniyada meditsina tadqiqot bilan shug'ullanib, mo'l tadqiqot natijalarini qo'lga keltiryapti.
Ondan başqa mən ayni çağda tibbi universitetini bitirgan Nurmamad degan balaning Avstraliya doktorlik klinikasi alğanını anladım. Hörmətlik tibbi sahadagi eni singillar. Mən misal alğan bu aka hadanglarning ko'pi Uyg'ur tilida o'qigan. Demak, Uyg'ur o'g'il qizlari xalqaro saviyadagi raqobatda bosh kelmaydi. Sizlarda g'oya, chidam va qat'iy ruhli bo'ladi ekan, cho'qim maqsadinglarga yeta olasizlar. Sizlarga ulgu bo'ladigan yuqoridagi qarindoshlaringlar vaqti kelganda sizlarga tegishli yordamda bo'ladi. Eng kimida sizlarni qo'llab xat yozib beradi. Ishonamanki, niyatinglar oq, kishilik fazilatinglar durust ham tirishchan bo'lsanglar, cho'qim maqsadinglarga yeta olasizlar. Men sizlarga chin qalbimdan arzu armonlarga boy ko'ngil, egilmas ruh va muvaffaqiyat tilayman. 2014 yılı 28 noyabr Boston.